Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Qudratulloh kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa bugun mana Andijon moshina bozoridan Spark narxlarini bir qator obzor qilib beramiz video davomida. Videoga bittadan like deb bosinglar, videomiz ko'proq odamga tarqalishiga sababchi bo'lib qolinglar. Xudo xolasa har bozordan sizlarga qiziqarli qilib moshina narxlarini obzor qilib kanalimizga joylab boramiz. Bir chekkadan boshlaymiz bo'lmasam. Aka bu sizlardanmi? Olib qo'ysak bo'ladimi? Yili necha ekan buni? 2019-yil ishlab chiqarilgan, holatlari yaxshi. Kirasiga qanaqa aka? Kraska toza ekan mana, monitorlar qo'yilgan ekan. Mexanika pozitsiyasi. Pulni qancha aytdingiz buni? 6,5 kelishadigan joy bor-a? 6,5 ming beramiz deb takamiz mana. Holati zo'r. Nasiyaga chiqadimi? 2000 pul bor chiqaradi. 2000 bilan olib ketsa bo'laveradi nasiya savdo asosida. 3 yilgachami? Nomer aytib o'ting. 33lik 33lik 383 383 84 99 84 99 raqamiga aloqa qilib ko'rasizlar. O'chirmayapti, yana bor. Xo'p, aytavering. Boshlayman ikkidan. Bu ham sizdanmi? Bu hammi? Bundan boshlaymizmi? Xo'p, yil necha ekan? 12. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, probeylari? Buniki 430 ming yurgan, motor qilingan. 430 ming yurgan, motor qilingan ekan. Holati yaxshi. Buni qancha aytdingiz aka pulini? 4,5 not berar ekan akamiz buni. 4,5 ming kelishadigan joy bor deyapti. Aniq qo'yib ko'rasizlar qiziqqanlar bo'lsa. 2 yil, 3 yilga nima ham bor. Xo'p, 16. nomeriga e'tibor beringlar, akamizga telefon qilganda nomerini aytinglar. Menga mana bu nomerdagi Spark kerak deysizlar, akamiz o'shini hal qilaverasizlar kelishib. Buni yil nechi? Bu 16. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, probeylari. Assalomu alaykum. Mana katta bloger akamiz kelib qoldi-yu, qiziqqanlar uchun mana. Pulni qancha aytdingiz aka buni? YouTube kanal. Bormi sizdan? Endi olamiz. Bo'ldi, o'tamiz yo'q ham. Aka qancha aytdingiz buni? Buni puli aka 5600 dan tushib beramiz. 5600 dan o'tib beradigan joyi bor ekanda, demak. 20% kraskasi bor, 2000 puli borga chiqaradi. Nasiyaga chiqaradi bu ham. Bu ham sizdanmi? Yo'q. Yana qaysi bor? Mana shu uchovsimi? Bo'ldi. Bo'ldi, uni ham olib qo'yamiz, yuravering. 5600. Nomer aytib o'tasizmi? 33lik 33lik 383 383 84 99. 84 99 raqamlariga aloqa qilib ko'rasizlar obunachilar qiziqqanlar uchun. Navbatdagi Sparkimiz yil necha aka buni? Yil necha? 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta Kirillovda kraska bor ekan. 2000 puli bor, yo'q. Hojigamlar. Balloni bormi aka, metan propan? Ha, bor, metan. Metanlari bor ekan mana. Qancha aytdingiz pulini? 2000 pul borga chiqaradi bu ham. Tani qancha? Tani 5600. 5600. Bozor qancha qilyapti? Yo'q, pul balini savdo bo'lmayapti, ko'ryapsiz. Ko'ngilingizda qanaqa narx aka aytavering. Biz ko'nglimizga yaxshi anaqa bo'ladi. Ko'p. Uni nima qilaversin, telefon qilib misol. Anaqa kelsa, haligi nima desa bo'ladi. Naqqa ham gaplashamiz, narsaga ham gaplashamiz. Kelsa bo'laveradi bemalol. Nomer aytib o'ting. 33lik 33lik 383 383 84 99. 84 99 raqamiga aloqa qilib ko'rasizlar bemalol. Obunachilar qiziqqanlar bo'lsa, aka bozoringiz bersin, charchamang. Yuravering. Qani ketdik. Hozir sizlarga arzon-arzonlarni qo'yib boramiz video davomida albatta. Aka sizdanmi? Olib ketsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Qo'lingiz qattiq ekan-a? Yaxshi salibmas. Navbatdagi Sparkimiz obunachilar qiziqqanlar uchun mana. Yil necha aka buni? 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan probeylari 240 yurgan ekan. Bu 12 barmi aka? Trekkerda barmi? Trekkerda barlari qo'yilgan ekan mana. Holatlari zo'r ekan mana. Holati zo'r, lekin haligi bir приятный minaman deganlarga mana hamma joy top-toza ekan. Ko'rib turgan bo'lsalar mana yangidek turibdi. Gaz bormi aka? Nechtalik? Pulini qancha aytdingiz aka buni? 6000 dan tushib beramiz. Diskasiga e'tibor beringlar. Bu qanaqa diska? Bu amerikanskiy. Amerikanskiy diska ekan mana. 6800 deyapsiz? 6000. 6000. Bozor qancha qilyapti? 5,5 ming berdi. 5,5 ming berdi. Nomer aytib o'ting. 99lik 99lik 220 220 0047. 0047 raqamga aloqa qilib ko'rasizlar. Aka bozoringiz bersin, charchamang yana bormi? Bundan boshlaydigan bo'lsam. Bundan boshlaydi. Bu bir kerak to'g'ri. Xo'p. Yil necha buni? 14. 2014-yilda ishlab chiqarilgan probeylari. Motorlari yangidek ekan, qarab qo'yibsizlar-a? Holati zo'r ekan mana. Pulni qancha aytdinglar buni? Bu pulini 5200 ga Xo'p, qorasiga qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa mana, holatlari yaxshi, yangidek turibdi mana, ichlari top-toza ekan. 5200 deyapti akalarimiz. Qiziqqanlar uchun. Nechtalik metan? 65 talik metan bor ekan mana. Metanni ham bir ko'rib o'tamiz, obunachilar. Mana.
Aka narsaga chiqadimi bu? Bankka beramiz. Bankka beraverar ekanmiz mana, aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham sizdanmi? Yil nechi? 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat ekan mana. Holatlari yaxshi. Mana yangi deb turibdi mana. Tavsiya qilaman lekin agar narx arzon bo'lsa, hozir gaplashamiz narxini ham. Aka gem beriladi? Gem berilar ekan mana. Balon holatlari. Gazi bormi? Faqat benzin. Pulini qancha aytdinglar? 8 mingdan tushib beramiz. 120 ming yurgan. 8 mingdan o'tib beramiz deyapti akamiz mana. Yurgan hozir 120 ming kiradi. 120 ming. Pashti yangida ekanda. Nomer aytib o'tasizmi bu uchovsiga? 9lik 1 120 0 2 bu yoqda mana 3-inchisi. To'rtinchisi ham. Aha. 2016-yilda ishlab chiqarilgan RS absubkalar taqilgan mana. Probegi qanaqa buni? 258 ming yurgan ekan. Holatlari zo'r. Mana, orqa holatlari. Kameralari ham bor ekan, qizig'i mana. Metan balonlari bor, kameralari bor. Rangi oq. Pul qancha aka buni? Buni ham 5200 deyapmiz-da, o'tmayapti. 5200 kelishadigan joylari bor ekan. Nomer aytib o'tinglar. 99lik 99lik. 20 047 220 0047 93lik 425 007. 93lik 425 0047 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar qiziqqanlar uchun. Aka bozorlarni bersin, charchamanglar. Bu yoqdan boshladi yana mana. Bu sizlardan aka? Yili necha ekan buni? 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglar qanaqa buni? 178 ming probegda ekan mana. Qancha aytdinglar aka pulini? 16,5 ming. Aha. 4-paketleni gazlari bor ekan. Propanmi? Propan, ha. Ko'rsak bo'ladimi? Qayta ochiladi bu? Bismillah. Propan katta ekan, nechtalik bu? 45 talik. Bu bilan qancha yuradi? 10 tasida 100 yuryapti. 10 tasida 100 yuryapti. 10 tasida 100 yursa 45 talik bilan 400 dan oshiqroq yurar ekanda. 500 ga yaqin yuraverar ekan bu narsalar. Pulini qancha aytdingiz aka? 6,5 mingdan shu beradi. 6,5 ming kelishadigan joylari bor ekan demak. Bozor qancha qildi buni? Bozor 62 qildi. 62 qilyapti. 62 tepasi gaplashaverasizlar. Bu narsalar bemalol mana. Nomer aytib o'tasizmi? 91lik, 91lik, 93lik, 93lik, 279, 279, 91, 96. 91 96 raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotni akamizdan olaverasizlar. Gem beriladi? Nasiyachi? Nasiya. Nasiyasi faqat naqd ekan mana. Siz ko'rasiz, obunasizlar aloqaga chiqinglar mana. Yoqqan bo'lsa. Aka sizlarni qo'shib ketsak bo'ladimi? Yil necha ekan qo'shib ketsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 190 ming yurgan. Mexanika pozitsiyada 6200 ekan. Bozor qancha qilyapti aka buni? 55 qilishdi. 55 qilishdi. Yana kelishaverasizlar mana 55 qilyapti ekan bozor. Yangi deb turibdi mana, holatlari yaxshi. Mexanika pozitsiya. Balon qanaqa metan propan? Metan balonlari bor ekan mana. Qanchalarni mo'ljallab turibsiz aka? Yaqin qilib aytavering. 58 kisa beraveraman. 58 kisa beraverar ekan. Aha. Nomer aytib o'tasizmi? 97lik, 97lik, 374, 374, 99, 99, 94 94 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Gem beriladi? beriladi. Gen ham beriladi. Aka bozoringiz bersin, charchamang. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik bir chekkadan. Ko'rib ketaveramiz. YouTube'ga. Hozirga qo'shib ketsa bo'ladimi? Qo'ydinglarmi? Ha, bo'ldi. Hop, bu yoqda mana yana qorasi bor ekan avtomati. Buni ham olib ketamiz mana. Bormanglar. Aka yil necha ekan buni? 13 yili. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari qanaqa? Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Salom, tuzimiz. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Qo'lim og'riyotdi. Yaxshimisiz? Aha, rahmat. Yili necha dedingiz aka? 2013-yil 2013-yil 175 ming yurgan. 175 ming yurgan. Probegi qanaqa? Ha, 175 ming yurgan dedi. Tonirovka ruxsati qancha? Ruxsat yo'qmi? Yayigacha ekan mana. Pulini qancha aytdingiz aka buni? Pulini 5800 deyapti, tushib beramiz obunachilarga. Ozroq. 5800 dollarni o'tib beramiz deyapti. Balon nechtalik bu? Bilmayman lekin. Metan akana? Balon eng zo'ridan-da, xullas. 35 talik shekilli ekan. Yo'q, 35 emas. Kichikroq ekan shekilli yo'q. Aha. 65 ta deysiz. 65 ta. Hop, hop. Pulini qancha aytdingiz? To'rtta balon yangi 200 dollarga qo'yildi. Kobalt diskga. Aha. Ichini olsiz, chexollar qimmati. Hop.
polilar. Polilar ko'rsatdik. Anaqa pulini qancha aytdingiz? Pulini 5800 dan ozroq o'tib beramiz. 5800. Bozor qancha qilyapti buni? Bozor 5400 5400 qilyapti bozor. amortizator yangi, benzin asosi yangi, akkumulyatori yangi. Konditsioner bilan pechgan, radiatorlarni ham yangi qo'yib qo'ygan. Aptolni ham yangi almashtirib qo'ydim, antifrizni ham yangi qo'yib qo'ydim. Gen chiqaradi. Gen ham chiqaradi. Yana bormi mashina? O'zim mingani qiluvdim-da buni men. O'zigami? Ha, Ha. qo'ya olyapman endi, sotib olyapman. Bo'ldi. Nomer aytib o'ting. 91lik, 91lik. 620 620 50 50 raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, to'liq ma'lumotini akamiz o'zi beraveradi bemalol. Nasiyaga chiqadimi? Endi ozmoz yetmasa mayli, 3000 bilan chiqaveradimi Nasiyaga? 1-2-3 oyga? bo'laveradi, kelishamiz. Kelishaverasizlar, obunasizlar qiziqqanlar bo'lsa mana. Holati yaxshi ekan. Aka bozoringiz bersin, charchamang. Rahmat uka. Xo'p bo'ladi. Yana bormi aka? Oq sizdanmi? Buni olmanglar, bu yaxshi emas bu. Nimaga? Boshdan yaxshi emas bo'ladimi? 2026-yilda ishlab chiqarilgan 206 ming probegda ekan, holatlari yaxshi. Balon qanaqa aka buni? Baloni. Metan balonlari bor ekan. Metan balondek obunachilar. Kapotni ham foto ko'rsatib o'taman. Mana. Qancha aytdingiz aka buni? 6000 kami bor ekan, mexanika pozitsiyada mana. Holatlari yaxshi. Metan balonlari bor ekan. 6000 kami bor deyapti akamiz. Bozor qancha qildi aka buni? Beraveramiz endi, bozor qancha qildi deb. Aytavering ko'ngilingizda qanaqa? 5,5 tepasiga yursa sotamiz. 5,5 ga to'g'ri bo'lmaydimi? 5,5 tepasiga gaplashaverasizlar obunachilar. Nomer aytib o'tasizmi? 91lik 91lik 495 495 23 26. 23 26 raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotini akamiz o'zidan olaverasizlar. Qani bo'lmasam ketdik. Obunachilar, xudo xolasa mana Spark qatoridan bu yoqdan boshlaymiz. Hoji akamiz chaqiryapti mana, Spark bor keling deyapti. Hoji akamiz Sparkdan keyin qolganlarini davom ettiramiz. Bo'lyaptimi, bratishka? Ha, bo'lyapti. Salomatmisizlar? Bormi? Assalomu alaykum. Hoji aka, salomatmisiz? Kayfiyatlar qalay? Bormisizlarda ham? Ha, mana mas mashina. Bo'ldi, hozir keling, aka bilan olaylik. Qaysidan boshlaymiz? Arzonlardan boshlaylik aka. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qaysi bir arzon? Bo'ldi. Qancha aytdingiz buni? Yil necha? 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Probeylari? Benzin, gaz qo'yilmagan ekan. Puli qancha aka buni? 5800 dan 3 beramiz kerak. Bitta ish kirasi 5800 dan o'tib beraman deyapti akamiz buni. Balonlari 1 yilga yetar ekan bemalol. Balon qanaqa? Benzin qo'yilmagan dedingiz bunga? Benzin bu, gaz qo'yilmagan. 5800 dedingiz-a? Bu-chi? Buni ham 5800 dan, bu avtomat 15 ming. Bu 2015 avtomatik ekan mana. Avtomatik kerak deganlarga mana. Gazi ham bor ekan mana. Avtomat pozitsiyada, lekin chiroyli ekan, qaranglar, e'tibor beringlar. 5800 dedingiz-a? 196 ming yurgan. 196 ming yurgan ekan. Holatlari yaxshi. Kameralari bor. Balonlari bor ekan, metan balonlari. Aka, bozor qancha qildi buni? 5200 qilyapti. 5200 tepasi gaplashaverasiz ekan, demak. Nasiyaga chiqaveradi? Ha, variant qilib beraman-ku. Nasiyaga ham chiqaveradi. Yana bormi mashina? Mashina mana qora bu. Mashina yana 5 ta mashina bor. Qoramay bo'ladimi? Bo'ldi, qoradan boshlaymizmi? Qora qancha ekan? Avtomat zavod 13. Obunachilar, e'tibor beringlar. Mana mashinalarda nomeriga telefon qilganinglarda, xullas nomerini aytinglar. Mana bu yildagi mana bu nomerlik Spark deydigan bo'lsa, akamiz xudo xolasa o'zi ma'lumotini beradi. Eris ablusovkalar taqilgan. Yil necha? 13. 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan mana. Probelar qanaqa? Probega 410 ming yurgan avtomat bu ham, zavod avtomat. 410 ming yurgan avtomat ekan mana. Holati zo'r ekan-a? Holati yaxshi mashina. Holati yaxshi. Qancha aytdingiz buni aka? 5,5 mingdan uch beraman buni. 5,5 ming o'tib berar ekan, qop-qora rangi mana. Baloni qanaqa? Balonlar o'rta. Metan, propan, gazi. Metan balonlari bor ekan. 5,5 o'tib beraman dedingiz-a? Ha, buni ham variant qilib olaman. Nasiyaga necha pul bilan chiqadi ekanmi? 2000 bilan chiqadi. Faqat Andijon viloyatiga deb qo'ying, boshqa. Aka, qarang, 1,5 ming bilan chiqadigan ham bormi? Qaysi bir bo'lsa? Mashina chiqarib berishim mumkin 1,5 ming. Mashina 1,5 ming bilan chiqarib berasiz demak.
1,5 ming dollar bilan olib ketsanglar bo'laveradi. Obunachilar qiziqqanlar bo'lsa, necha oygacha bo'ladi? 1 yilgacha, maksimum 6 oy, 1 yil. 1 yildan 6 oygacha kelishsa bo'laveradi. Bu ham sizdanmi? Ha, bu ham Yil nechi? bu 14. 2014-yil ishlab chiqarilgan, probeylari 245 ming probe yurgan. 245 ming yurgan. Klassika. Kapotda o'zida kraskasi bor. Pulni qancha aytdingiz? Pulni 5200 dan ozgina o'tib beraman. 5200 kelishadigan joylari bor deb takamiz mana. Bu ham variant qilib beraman. 2200 ming pul bo'lsa bu ham chiqadi. 2200 ming bilan bu ham chiqaverar ekan mana. Metan balonlari bor ekan. Holat yaxshi. Buni rangini nima deyishardi aka? Gang, seri. Seriy svet ekan mana. Gang deb. Gang. Bu ham sizdanmi? Bu 15 bu. 2015-yil ishlab chiqarilgan. Probeylari qanaqa? 210 ming yurgan. Bitta ish klassika, ABS, konser hamma yo'q qolgan. Hop. Balonlar ham yangi, ishlar qo'yilgan. Holat yaxshi. Salonlar lekin top-toza ekan, pokizagina mana, qiziqqanlar uchun. Qancha aytdingiz pulini? 6 mingdan tushib beraman. 6000 kelishadigan joylari bor ekan, qaranglar, e'tibor beringlar. Balonlar yaxshi holatda. Bozor qancha qildi aka buni? Metan ekan. Bozor qancha qildi buni? 5,5 ming. 5,5 qilyapti ekan. Demak, tepasiga kelishasizlar ekanda. Obunachilar kelishaverasizlar. Bu ham sizdanmi? Bu 17 dan bu ham. 2017-yil ishlab chiqarilgan. Probeylari 285 ming. 285 ming yurgan ekan mana. ABS konditsioner hamma narsa bor deyapti. Obunachilar kanalga obuna bo'lib olinglar. Xudo xolasa har bozordan sizlarga qiziqarli qilib Spark va boshqa mashinalar narxlarini chiqarib boramiz albatta. Aka, pulni qancha aytdingiz buni? Buni 6 mingdan ozgina o'tib beraman. Bozor qancha qildi buni? Bozor qilyapti. 5 beryapti. Yana bormi? Mana bu 13'imiz bor. Bu ham bormi? 6000 not beraman deyapti buni. Obunachilar, yil necha buni? Bu 13 bu. 2013 probega Probegi 328 ming. 328 ming yurgan. Xo'p, summasi Buni 5100 dan ozgina o'tib beraman. 5100 dan o'tib beraman deyapti mana. Mashina bitno и orta kiloda ozgina bitno. Aha, mana. Mashina vaqti katta bo'lgan yangi mashina. Holat yaxshi ekan obunachilar. Gem beriladi hammasiga. Yo'q, hammasiga emas. Ona Toshkent nomerlari oldi sotdi. Bularga keyin chiqaradi. 60 partiyalarga demak gem berilar ekan. Bo'lyapti. Bo'ldi. Pulini qancha dedingiz buni? 5100 ga ozgina o'tib beraman. Men aytgan narxlar hammasi 5 ga qilib berasizmi? To'g'ri qilib 5 ga qilib berasizmi? 5000 dan ham shu beraman ozgina. 5000 dan ham o'tib berasizmi? Ko'nglingizdagi narxni mashinadan keyin aytavering. Narxni aytmayman. Bor yana Bo'lmaydimi? 49 ga beraman. 49 ga berasiz. 5000 dan ham o'tib beraman. Demak 48 ga plan qilyapsiz ekan. Ha, o'ldirib yuborsangiz sizlar buni. Aloqaga chiqarasizlar obunachilar qiziqqanlar uchun mana. Ha, buni yil necha ekan? 12. 12. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 11 mi? 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 400 ming ochiroq yurgan. Holati yaxshi. Kayserlar bor. Puli qancha buni? Buni 3,5 mingdan ozgina o'tib beraman. 3,5 mingmi? Ozgina o'tib beraman. Nasiyaga qancha bilan chiqadi? Nasiyaga. 1,5 ming bilan beraman. 1000 bilan bering shuni 3 oyga. Bo'ladi? Beraman. Bir 2-3 oyga kelishasizlar 1000 dollar bilan mana Spark olib kelsanglar bo'ladi bemalol mana. Qiziqqanlar uchun holatlari yaxshi. Kraska qanaqa bunda? Bor bu 30% lekin butun mashina. 30% kraskasi bor ekan. Boshqa butun deyapti. 100% butun. Yana bormi? Yo'q, menda tugadi. Bo'ldimi? Nomer aytib o'tasizmi? Xo'p, bitta ma'lumot uchun Hop, hop. shu aytayotgan mashinalar hammasi bitta videoda chiqadimi hozir? Hozir bitta videoda Bitta video chiqyapti. joylaysiz. Hali uzilgani yo'q video. Shuni Aytavering. aytyapman. Demoqchiman, hammasini variantga kelishtirib beraman, faqat Andijon viloyatiga. Iltimos boshqa viloyatdagilar so'ramasin, berilmaydi. Faqat naqqa bo'ladi, boshqa Ha, bo'ladi. boshqa viloyatga naqd pulga, variantga faqat Andijon viloyati uchun beriladi. Aha. Nomer aytib o'tasizmi? 99lik 99lik 481 481 44 48. 44 48 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, narxini bitta ponni aytib o'raylik. Buni narxi qancha? Yili narxi. 11 3,5 ming. 11 3,5 ming. Xo'p, bunisi 13 5 ming. 13 5 ming. Xo'p, bunisi 17 6 ming. 17 6 ming. Xo'p, bunisi 15 5 ming. 15 5 ming. Bunisi 14 5 ming 200. 14 5200 bu. Xo'p, bunisi 13 5,5 ming avtomat. 13 5,5 ming ha. 13 5,5 ming. Yana qaysi edi? Oqlar bor edi.
15 zavod avtomobil ham 15? 5800, 5800. 15 mexanika 5800. 15 mexanika 5800. Nomer aytib o'ting. 99 99lik. 481 44 48. 481 44 48 raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlar akamiz o'z olaverasizlar qiziqqanlar bo'lsa mana nomer deb so'rasa, ashuni men boshdan raqamga qarab kelishaverasizlar mana. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlarga video tugatmoqchi edik, mayli buni ham qo'shib qo'yamiz. Aka yil necha ekan? 2015. 15-yil ishlab chiqarilgan. Probeylari İkinci pozisiya Eres Avzukra taqilgan obunachilar mana. 300 ming. 300 ming probeg ha? Holatlari yaxshi. Pulni qancha aytdingiz aka buni? 4700 ga beraman, pul zarur. 4700 ga bo'lishimi? Kelin necha dedingiz? 15 ha? 15 4700 deyapti akamiz mana. Nasiyaga chiqadimi? Yo'q, naqqa. Faqat naqa pul kerak deyapti mana. Yozib ol. Qanaqa? Metan bor ekan. Bozor qancha qildi aka? Bozor 4,5 qildi, 4600 qildi shunaqa. Nomer aytib o'ting. 94lik. 94lik. 410 410 0865. 0865 raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olaverasizlar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlar bilan Qudratullo o'z bo'ldi. Kanalga obuna bo'linglar, laykni bosinglar, ayamasan, xudo xolasa har bozordan sizlarga qiziqarli qilib mashina narxlarini chiqarib boramiz. Aka bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.